Assalomu alaykum vatandoshlar. Biz yana bir obyektimizni Namangan shahar go'zal yakuniga yetkazdik. Bu obyektimiz 45 million so'mga hamma rasxod ichida bitkazib berganmiz. Sliflarni ham almashtirib berganmiz. Oldin aksinkovoydan mokriy sliflarni olib qo'yib, oppoq diplomat ishlarimizni mokriy kombinatsiya qilgan holatda chiroyli qilib vodostokalargacha montaj qilib bu xonadonimizni cho'tki qilib bitkazib berdik. O'kala ishimizga ko'ra baho beringlar. Yo'qsa bitta like bosib, kommentariyada o'z fikringizni qoldiringlar. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, to'liq ma'lumotlar bilan bu xohlasa chiroyli video obzor qilamiz. Kanalga obuna bo'ling. Yana bir bor assalomu alaykum hammaga. Bu obyektimiz mana ko'ryapsizlar okalar. To'rala tomonini ham tunkafon qilib berganmiz. Mana bu sliflari atsinkovoydan bo'lganda oldin iskirib bo'lgan ekan. Uni ham mokriydan yangilab berdi okalar. Hamda mana bu vodostokalarni ham o'rnatib berganmiz. 9 ta komplekt vodostoka qo'yganmiz bu joyga. İşimizga okalar mana yaqindan ko'rib baho berishinglar mumkin. O'stirmalar ikki tomoni bir tomon kattaroq, bir tomon kichikroqligini hisobiga diplomatlari katta kichik bo'lgan. Mana shuni bir xilda chiqarilsa, yana ham yaxshi bo'ladi. Mokriy aralashtirganmiz okalar bu joyda. Bu ham chiroyli chiqdi o'ziga yarasha. Mana bu joyda namaysiz bu 45 million so'mning ichida mana shu vodostoka sliflarini almashishi, tunkafon, darvozaxonani nerjevikalaridan tortib alkafonlargacha Po'lni hammasi o'sha 45 million so'mning ichida bo'ldi. Mana bu obshipkalar ham ana shu so'mning ichida bo'ldi. Ko'cha tomonimiz. Po'lni bu joyda ham atsinkovoydan sliflar bo'lgan. Hammasini yangilab vodostoka xizmatlari ham bor bizda okalar. Aloqaga chiqaverasizlar. Vodostokalarimiz ham juda ham chiroyli holatda o'rnatib berganmiz. Oldin mana vodostoka bo'lmagan, zaklab devorlar ham zaklab o'tibdi. Mana endi xudo xolasa shu muammodan qutulishdi u yergacha ham. Xudo xolasa cho'tki chiqdi. Eng muhim okalar samarezlari ko'rinmagan, alkafon bilan birga bir kачествоda chiqqan. Umuman bitta ham xudo xolasa pashti, bitta ham samarez topolmaysiz. Ishimizdan hammasi ichidan, tom ichidan uriladi okalar bizda. Xizmatlar bo'yicha aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'ling.